Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga choyning tagiga qo'yadigan taglik to'qib bermoqchiman. Bundan oldin iplarimiz haqida ma'lumot beraman. Mana bu Alize Puffy ipining qalin momiqqina ipi. Bundan juda ham yumshoq, chiroyli taglik to'qiladi. Va kurchaklar haqida ma'lumot berib o'taman. Menda hozir 3 xil razmerli kurchaklarimiz bor. Bu razmerimiz 6. Bu razmerimiz 1,5. Bu razmerimiz 6,5. Men shu 6,5 razmerli kurchakdan foydalanaman. Birinchi halqacha qilib olamiz. Mana halqacha qilib oldim. Bu halqachada doiracha shaklini yoki aylana shaklini chiqarishimiz oson kechadi. Men kurchakka mamloq tiqib oldim va zanjir olishdan ishimizni boshlaymiz. Yuqoriga bitta, ikkita, 3ta zanjir oldim va ushbu halqachaning ichiga 10ta ustuncha to'qib olamiz. 2, 3ta zanjirimiz bitta ustuncha hisobiga o'tadi. 2ta, 3ta, 4ta, 8ta, 9ta, va 10ta. Mana 10-sini ham to'qib oldim va kurchagimizni chiqarib ipini bundoq tortib turamiz. Hozircha biz boshida halqa olgandik. Shu halqani ipini bundoq qilib tortib qo'yamiz. Bu bizga ishimizni mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Mana tortib oldim va davom ettiraman. Endi boshda to'qilgan 3ta zanjirimizni birinchi zanjiriga halqamizni, ya'ni birinchi qatorimizni birlashtirib olamiz. Mana birinchi qator birlashtirib olindi va mana xuddi shunday aylana hosil bo'ladi. Yana qator ko'tarish uchun bitta, ikkita, 3ta ustuncha to'qib oldim va ushbu ustunning tagidan yana bitta ustuncha to'qib chiqaramiz. Mana ikkinchi zanjirning ustidan ham ikkita ustuncha to'qib chiqaramiz. Bitta bo'ldi. Ikkinchi ustunchamizning ham to'qib chiqaramiz. Uchinchi zanjirimizga ham ikkita ustuncha bilan to'qib qator oxiriga kelamiz va qator oxirida sanab ko'rishimiz kerak bo'ladi. 20 ta ustuncha hosil bo'lishi kerak. 19, 20. Mana menda 20 ta ustun to'qildi. Endi sanab ko'rsatib beraman. 2ta, 4ta, 6ta, 8ta, 10ta, 12ta, 14ta, 16ta, 18ta, 20ta. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli tartibda davom etyapti. Oxirida mana bu ipni kirgizib yuboramiz. Endi birinchi 3ta zanjir ko'tarib olgandik. Shuni 3-zanjiriga biriktiruvchi to'qiymiz.
keyin yana 3 ta zanjir bitta ustun o'rnida o'tadi. Uni tagidan kirib yana bitta ustuncha va bu qatorda ikkita ustun, birinchi zanjirimizga, ikkinchi zanjirimizga mana bitta ustuncha, uchinchi zanjirimizga esa ikkita ustuncha, 1 2 va keyingi zanjirimizga bitta ustuncha, ya'ni xuddi shu tartibda davom etamiz. Bunda birinchi zanjirga ikkita ustun, ikkinchisiga bitta ustun, uchinchisiga ikkita ustun, to'rtinchisiga bitta ustun va ikkita ustuncha to'qish kerak. Endi xuddi shu tartibda davom etamiz qator oxirida ko'rishguncha. Qatorimiz oxiriga keldik. Bu qatorda 30 ta ustuncha bo'lishi kerak. Oxiri bitta ustuncha bilan tugashi kerak. Mana 30-ustunchani to'qiyapman va bu qatorni birlashtiramiz. 3 ta zanjirning 3-zanjiriga xuddi shu tartibda biriktiruv qilamiz va 4-qatorga chiqamiz. 1 2 3 zanjir to'qib oldim. Bu qatorda mana juda chiroyli bo'lib doira shaklida davom etyapti. 4-qatorimizda har bir ustunchani tepasiga bittadan ustuncha to'qiymiz. Qatorimiz oxiriga keldi va bu qatorda 40 ta ustuncha bo'lishi kerak edi. 40-ustunchani to'qiymiz. Bo'ldi. Qatorni yakunlaymiz. Biriktiruvchi halqa bilan biriktirdim va 5-qatorga o'tamiz. Bitta, ikkita, 3 ta zanjir olamiz. Qator ko'tarish uchun tagidan bitta ustuncha to'qiymiz va keyingi zanjirdan bitta ustuncha, undan keyingisidan yana bitta ustuncha, keyingi zanjirdan yana bitta ustuncha, undan keyingisidan esa ikkita ustuncha. Xuddi shu tartibda qator yakuniga yetadi. Mana chiroyli bo'lib ayni shaklga kelyapti. Mana shuncha bo'lib kattalashdi va choynak tagiga qo'yadigan tagligimiz o'zimizni didimizga qarab kattalashib ketadi. Men 5-qatorda birinchi zanjirga ikkita ustun, ikkinchi zanjirga bitta ustun, uchinchi zanjirga bitta ustun, to'rtinchi zanjirga bitta ustun, 5-zanjirga ikkita ustun bilan 5-qatorimizni yakunlayman va 50 ta zanjir, 50 ta ustun hosil bo'lishi kerak. 6-qatorda xuddi shu tartibda davom etadi. Faqat birinchi zanjirimiz ikkita ustun, ikkinchisiga bitta, uchinchisiga bitta, to'rtinchisiga bitta, 5-siga bitta, 6-siga ikkita ustun bo'ladi. 7-qatorda ham ikkitali ustunchamiz 6-zanjirga to'g'ri keladi. Xuddi shunday bo'lib davom etadi. Men 8-qator to'qimoqchiman. 8-qator tugatganimda ko'rishamiz. Mana 8-qator nihoyalab qoldi. Oxirgi ustunchasini to'qiymiz va bu qatorda 70 ta ustuncha bo'lishi kerak. Mana 3 ta zanjir to'qigandik qator boshida. Buni 3-zanjiriga birlashtiramiz. Va shu joyda
Mana bunday ipimizni birlashtirib yarim ustuncha to'qib qo'yamiz. Mana birlashtirishda shunday birlashtiramiz. Ikkita zanjir to'qidan bu ikkita zanjir yarim ustunchani ustuncha shaklida ketadi. Ikkinchi zanjirdan yarim ustuncha to'qishda davom etamiz. Bu ipi ko'rinib qoldi, oxirida yashirib yuboramiz. Mana choynaklarga qo'yadigan tagligimiz tayyor. Buni oxirgi qatorni yarim ustunchalar bilan tugatdim. Iplarni kesib qirqib oldim. Mana ko'rib turganingizdek tagligimiz tayyor. E'tiboringiz uchun tashakkur.